Orelada homiladorlar bo'lsa, srochno uzr so'rayman. Chunki buni ko'rib, hozir ovqat yegan odamga ham ishtahasi ochilib ketadi. Yegiz kelib qolsa olib borib bera olmayman-u, lekin retsepti bilan bo'lishaman. Hozir aytadigan gapimni o'zingiz uchun albatta saqlab qo'ying. Go'shtli pirog tayyorlaganingizda har doim sifatli, sariyog' ta'mli margarindan foydalaning. Un sovutganingizda e'tiborli bo'ling, me'yordan ortiq qo'shib yubormang. Menda smetana yo'q, qatiq solaman desangiz, eng yog'lisini tanlang. Va eng kerakli muhim jarayon. Birinchi xamir ustiga nachinkasini solguningizga qadar duxovkangiz oldindan qizdirib qo'yilgan, ikkinchi xamir esa allaqachon yoyilgan bo'lishi shart. Go'shtli pirog qilsam har doim berch bo'lib qoladi. Sababi nimada degan qizlarimiz uchun mana sizga shuncha ma'lumot. Videoda aytib o'tilgan xatolarni qilmasangiz, sizni ham go'shtli pirogingiz umuman berch bo'lib qolmaydi. Ustidan tuxum sarig'ini surib, kunjut sepib, oldindan qizdirilgan pechda 170 gradusda xuddi shunaqa chiroyli qizarguncha taxminan 40-45 minut davomida pishirib olamiz. Ha aytgancha, ichidagi nachinkasini qancha mayda to'g'rasangiz, shunchalik chiroyli, mazali va tez pishadi.